Assalomu alaykum. O'quvchilar, bugun Xudo xolisa 3-video gidroponika haqida kuzatib boringlar. Qiziq bo'lyapti. Diqqatni so'ngida shunaqa bo'tgan qopqog'ini ishlatamiz. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz qopqoqlarni teshib olamiz. Xuddi teshib olgan oldim, bu telefon vaqt ketdi. Qolganlarini bahorda teshib olamiz. Xo'p, bugun 3-videomizda degan ishlarimiz qopqonni yuvib oldik, teshikni ochib oldik, eshakli qilib oldik. Xudo xolisa ayyor. Bega singmay qo'ydik. Mabodo. Kuzatib boringlar 4-videoda Xudo xolisa endi gidroponikamizni mashaqqat qilamiz. Chop